Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qayerdan bo'lasiz? Jizzax. Joningiz sog' bo'lsin. Bu hayotga tayyormisiz? Tayyorman. Qarang, savolim. Yosh oilalar qaysi sinovlardan o'tish kerak? Qaysi qiyinchiliklardan o'tish kerak? Oila baxtli bo'lish uchun nima deb o'ylaysiz? Hayotda baxtni topish uchun ko'p sinovlardan o'tish kerak. Sabrli bo'lish kerak. Nima desam mumkin? Ko'proq sabrli bo'lsangiz, hamma narsani sabr bilan yengasiz. Xo'p, mana yoshlarimiz hozir bitta sinovdan o'ta olmayapti-da. Qaysidir qiyinchilik bo'lyapti, bo'ldi, ajrashish bilan ish bityapti. O'sha hammada shu narsa bo'lgan-ku. Oldingilarda ham misol o'sha qaysi hislatlar bilan o'tib ketgan shu qiyinchiliklardan. Yoshlarimizga shu bir ibrat bo'lib bir aytib bering shu narsani. Bizda masalan ota-onamiz hayotga tayyorlaganda hamma narsaga tayyordir. Suv kelsa simirgin, tosh kelsa kemirgin. Hamma narsani uyga aytib kelma. Agar aytib borsak ham biz eshitmagan hech qachon, yo'q, sen nohaqsan degan bizga har doim. O'shaning uchun biz hech narsani uyga aytib bormaganmiz, ota-onamizni yuzini yerga qarashni xohlamaganmiz. Masalan, o'zingiz emas, o'sha ko'proq ota-onangizni, jigarlaringizni o'ylasangiz, bu hayotda sabr qilasizda, aytmaysiz. Hammada qiyinchilik bo'ladi, ochlik kunlari bo'ladi, pulsizlik. Lekin hammasiga sabr bilan yengamiz. Ota-onamizga hech qachon aytmaganmiz. Chunki biror narsa aytib qolsak ham sen o'zing yomonsan, o'zingni to'g'rilab keyin o'sha haqiqatan ham deb o'sha kamchiliklarni tayyorlaganmiz-da. Endi nima desamki, hammada bo'lgan. Bolalarimiz kasal bo'lgan, pulsizlik bo'lgan, ishsizlik bo'lgan. Lekin hammasini sabr qilib, albatta yaxshi bo'ladi. Ota-onamiz ko'proq. Hozirgi ota-onalar faqat farzandlarinikini ma'qullaydi-da. Oddiy masalan bog'chada, maktabda, hayotda ko'ryapmiz-da. Bizning ota-onamizga o'zi ko'chadan gap aytib kelsak, eshitishni xohlamagan. O'zingdan ayb, o'zing xatoingni to'g'rila deganda, o'shanda yaxshi bo'lgan. Hozir mana qarang-da. Hayotda kim birinchi o'rinda bog'chapa, keyin o'qituvchi, keyin qaynona, qaynotangiz sizga dars beradi-da. O'sha dars berish mobaynida hamma narsani to'g'ri qabul qilish kerak. Mening fikrim bu. Agarda hamma narsaga salbiy qarasangiz, ota-ona janjal qilib boraversa, farzand aytadiki, meni himoyachim ko'p. To'g'ri himoya qilish kerak. Qanday paytda? Rag'batlantirib turish kerak. Masalan, o'zim ham qaynonaman, kelinim bor. Kelinimga har doim aytaman. Sabrli bo'l. Hamma masalan bitta ko'chatni ekib nihol qilib oldim. Bilmadim, qaysidir hislatim yoqqan. Allohga kelinim juda yaxshi. Kelinim bilan faxrlanaman. Qizdek bo'lib qolgan. Qizimdan ham ziyoda. Mana 3 yil bo'ldi, hali bironta gap o'tgani yo'q oramizdan yoki yomon qaramagan yoki uni shu kamchiliklar bo'yicha qabul qilishingiz kerak. Masalan, ko'nglingizda qilmasligi mumkin. Lekin vaqti kelib aytib o'ylayman-da, balki meni qilayotgan ishlarim unga yoqmaydigandir. Chunki hammaning hayotda prinsipi bor. O'zining prinsipi bor deb o'ylayman. Hamma ideal emas-da. Yo'q, hamma ideal emas. Ko'proq o'sha oilalarning buzilishiga men o'zim hayotda ko'rganim ota-onalar sababchi. Chunki farzandini o'sha hayotga sabrli qilib tarbiya bermayapti. Har doim bir xil bo'lmaydi-da. Masalan, vaqtida biz ham qiynalganmiz, lekin hozir mana hammasi joyida, hammasi yaxshi. Balkim Allohning mukofotidir menga kelinim. Juda yaxshi ko'raman kelinimni. Qizimdan ziyod ko'raman. Joningiz sog' bo'lsin. Keliningizga ko'z tegmasin. Sog' bo'ling. Rahmat. Rahmat.